Qizlarjon, agar sizlar gullarni yaxshi ko'rsalaringiz, nemis yigitga turmushga chiqmanglar. Bugun to'y bo'lganimizga, rasman turmush qurganimizga 1 yil bo'ldi va ertaga sevishganlar kuni. Lekin men bilardim gul olmasligimni, podarka kelmasligini ham bilardim. O'sha uchun xafa bo'lib ham o'tmadim, hayron bo'lib ham o'tmadim. Shu maysara уже o'rganib ketganman. Tanishganimizga 6,5 yil bo'ldi. O'shandan beri eslolmayman. Menga gul sovg'a qilingandi, katta guldasta, u nima ko'rsatadi-ku Instagram nimalarga katta guldasta sovg'a qilingani eslolmayman. Bir marta bir o'rtacharoq guldasta sovg'a qilingan. U ham menga o'zi yoqmagandi, Sirini buvisi tanlagandi. Endi buvisi tanlaganini ham to'g'ri bilaman. Bugun bozor qilishga magazin bordik. Bugun shu desalaringiz, shuna bordim, xafa bo'lib o'tganim yo'q. O'zim mana bunaqa makaronsi oldim, yurakchalik qaranglar. Shuna oldim, keyin ana bunaqa gollandskiy rozalardan oldim. Shu roza deyman, tulpanlardan, lolalardan oldim. Eng qimmatini shuna tanlab oldim. Kazinkaga tashladim, erimga aytdim, "Sendan sovg'a" dedim. Qaranglar qanaqa chiroyli gullarni. Go'zal. Ko'ringlar sizlarga. Gollandiyadan kelgan gullarni har xil rangidan bor ekan. Nima uchun olov rangidan tanladim? Nima uchundir shu yil menga shu bizani 1 yilimiz, shu munosabatlarimiz shu olov bo'lib tuyuldi oxirgi yil. Ertalab onamlarga ham aytdim, juda ham dedim, voqealarga boy yil bo'ldi bizlar uchun, chunki turmush qurdik, yangi uyimizga ko'chib o'tdik, bu yerda o'rganishga qancha vaqt ketdi, ishqilib tortishuvlar bo'ldi, ko'nikishlar bo'ldi. Chunki endi kattaroq uy, o'rganasiz, boshqa joy, oila, qarindoshlar bilan bir ikkita kelishmovchiliklar kelib chiqdi. Lekin nima bo'lgan bo'lsa ham ishqilib tishimizni tishimizga qo'yib o'tdik hammasidan. Shu haqida gaplashdik hozir. Hozir ikkovimiz birga ovqatlanib, nima qilamiz? Nima deylik, ovqat qilamiz. O'shani YouTube video olaman, albatta. YouTube videomga ertaga kirib ko'ringlar. Ikkovimiz birga internetdan ko'rgan ovqatimizni er-xotin shu gaplashib, oxirgi yillar nima bo'ldi, nima boshimizdan o'tdi, shularni обсуждать qilib, ish qilib nima qilyapmiz? Nima deylar, buni kaltaroq kesishim kerak ekan. Video olamiz. Shunaqa. Sizlarda qana aytib beringlar. Sizlarga ham gul olasizlarmi, ko'p umuman olmaysizlarmi, podarka olasizlarmi, nima olasizlar umuman sovg'a? Yozinglar kommentariyada, menga juda ham qiziq. Serijonga o'qib beraman-da keyin.